Bular uyning ichida dunyo bo'yicha eng dongliq, eng qimmat, eng tez mangdigan, egisi xalqni balduroq o'g'irlab kessin deb oshqushni ishiga tashlab qo'ydigan satang mashina Santana bachanni uchirtib qoladi. Mashinaning ichidagi detalni elishga ulgurmay turibla, amonliq saqlovchilar ularni bayqab qoladi. Shunda qilib, bular amalsiz holda mashinani biroqla ilib qochadi. Dal mush vaqtda nag bors keyindan agishib yuradigan temir bag'oq Jason Stentas to'satdan paydo bo'ladi. Hamda yo'g'on qurolni ko'tarib kirib, "Men g'azab otadigan bola" deb bir paynama joyiga tekkizolmay so'rindikilarni intayin umidsizlantirdi. Kichigida ok-ufk shoturlarning kartonni jiq ko'rayotgan Domenico o'zini shovhol deb qolgan chig'i bor, mashinasini bir binodan yana bir binoga uchirdi. Ular detalni qo'liga ilib, mashinadan sakrab qutuladi. Bu shahardagilar intayin boy bo'lg'ashqimki bilmadim, shuncha yerlarni vayron qilib etsa, biroz hoy deb qo'ymaydi. Ular detalni qo'lga tushagandan keyin detalni qo'zg'itib, detal orqali atdigandan yog'i nagil bors keyindan so'kildab yurayotgan Jason Stentasni izlamoqchi bo'ladi. Rasmiy bir to'p ketgan kallalog'i bu. Jason Stentasning yo'shirinib olgan yeriga kelgandan keyin uning intayin tamkinlik bilan tamoq yeb o'tirganligini ko'rib, uningga tahdid soladi. Stentas bo'lsa, o'diqmay, terikmay, zerikmay jiyli bo'lmay, Hollivud'dagi doim ishlatilgan bosh personajlarni ko'rsa hech nima bo'lmay, zapas personajlarni ko'rsa shu zamon portlaydigan granatdan birini jo'ziga qo'ydi. Hamda o'zining og'aylarini boshlab Domenico bilan qattiq jang qiladi. Domenico o'zining bu boshlab opag'an esqatmaydigan qiyirning yarilish sababidan amalsiz bu jangdan chekinib chiqdi. Hamda detalni tatqizib qo'ydi. Balkim mushning bilan kinoni tugdi deb bilishingiz mumkin. Yo'q. Surat va hissiyot kinolarining koni an'anasi bo'yicha ular cho'qim rat bo'lib tizilib, mashinalarni kayniga qo'yib qo'yib, cho'ng shaharlarga qarab urib etib, o'zini bir xil oqsar ray ko'rsatib etibla, qaytadan jangga otlandi. Domenico o'zining uzun jildi yog'i ombarda yetib, motori shalvarab, yingchingayning ustiga chiqib qolgan mashinasini qaytadan shanqay qilg'izib, tayyor turdi. Pavul bo'lsa, eng qiqas jongbiylarni isib, eng tayin yo'qishlarni qilmoqchi bo'ladi. Bular qarmoqqa intayin shay jabduvatqini bilan amaliyotda olgan narsalarning biroz asqasi men o'lay. Bular birlikda yomon odamlar bilan jang qilib dunyoni qutuldirish uyoqda tursin, dunyoni dunyo bo'g'iniga to'yg'izib, ona manasini ko'ziga ko'z tibitidi. Bichara dunyomo, voy bo'ldi, meni qutuldirmanglar, sizlar kammagan bo'lsanglar, men xili tinch bir yetim deb urib yig'laydi. Lekin haqqoniyat oldida bunchalik qolaymqonchilik hech nimaga arzimaydi. Anchonday taqamay mashinani o'lgidek haydaydigan bu shoturlar ICUda yetayotgan u odamlarning ulgisi edi. ICUning gapi chiqib kelib, tuyuqsiz kallamga makinoning beshida bekni o'chiliq ketib, doktorxonaga kirib qolgan og'inimiz Don ismi kelib qoldi. Dom o'zining endi maydonga chiqmasa makino tugab ketadiganligini his qilib, tengaqchining hay deganiga unimay gipsni yitib elivitdi. O'lsammi ishki ko'rinishga chiqib olib o'lay deb, bichara qizini doktorxonaga yolg'iz tashlab qo'yib ketib qoladi. Bu chaqda Domenico bilan Jason Stentas tengchochangda yana mashinasini bir-biriga urib oladi. Eshak chig'ida bir put kirgan yerga ikkinchi qitim dasimaydi. Lekin bu ikkisining orasida uzilmas rishta bor edi. Gapning eng to'ngini qilib, mushning eng cho'g'ini yeydigan Jason Stentas yana xinxinlik qilishga boshlaydi. Domenico bo'lsa, bu tazning eshib qolgan ikki tal chejidan tutib olib, voy xapilma aka degicha tishqidek soladi. Dal mush vaqtda Stentasning do'stlari Stentazga yordam qilgani kelib, o'ngishli holda uni bomba bilan portlatib, og'inni xato tutib olganiga burun quloqqicha jaq to'yg'izib etdi. Stentazning sabdoshlarining bunchalik kanglashganligini ko'rgan Domenico ularga rahmat etish yuzidan ikki parcha chaqmoq qand va bir kesak choyni shiping duxoviga o'rab, yo'lni jiroq ko'rmay, mashinani uchirib ularning tik uchog'iga isib qo'ydi. Dal mush chaqda bichara Domga oxir bir ko'rinish chiqib, o'zining yo'g'on ham g'azab otadigan saymunni so'rab ochiqib, osmonga qartib o'q otadi. Buning bu qiliqlari naq maydondagi ayol shopirlarni vah degizib etdi. Dushmanlar mag'lub bo'ldi. Dünya yana bir qitim bular tarafidan qutuldirildi. Shuning bilan bu kinorimiz oxiri oyoqlashdi. Ey to'xta. Qarab tursam, men to'g'riliq bir yig'izmi gap qilmading-ku? Voy, qorong'ulikning ichidan bir nechta tal sadabdek chishmon qarab gap qilyapamdi nima? Asli bu Hollywoodning sizlar kinosini tuzak ko'rib boqmagan, hamda kinoda bor lekin chiqibli ma'lum sabablar tufaylidan osonla o'lib ketadigan artist Jaman edi. Qat'iy ranjima aka. Qorong'uda ko'may qopdimi? Ras. Bu kinoda bir donliq artist kino ishlash jarayonida vafot bo'lgan bo'lib, o'zining yaqin tuqqanlariga qaraganda uni tonimaydigan ham umrda ko'rib boqmagan turdoshlar akrak ping yo'charda azoblangan edi. Bu kishi zodi kim, bilamsiz? Pinglunchida men bilan paranglashasiz.